0 dan 10 gacha baholang. Hozircha biz 8 baholaymiz. Qanday qilib taniqli investor Isroil Samatov o'z onlayn kurslarini yuritadi? Keling, onlayn maktab a'zolari bilan gaplashamiz. Bekzod aka, sizlarning kurs jarayonlaringiz qanaqa yuritiladi hozir? Bizni kurs jarayonlarimiz asosan Exot platformasida yuritiladi. Hamma modullar joylashtirilgan, ketma-ketlikda o'quvchilar kursga qulay qilib qo'yib berilgan va bitta yana yaxshi tomoni biz o'zimiz ham o'quvchi o'qiyaptimi, o'qimayaptimi ko'rib tursak bo'ladi. Albatta, uyga vazifalarni tekshirish, kurator nazorati, shu qulayliklari ham bor. Oldin esa kurslaringiz qanaqa yuritilgan? Bizning kurslarimiz oldin Telegram kanalda yuritilgan. Yopiq kanal qilganmiz, darslarni joylab qo'yganmiz. Shu tarzda yuritardik. Keyin hammasi o'zgarib ketdi. Uyga vazifalar masalan qayerda bo'lgan? Kuratorlar bilan gaplashish. Xo'p, uyga vazifalar qiyin bo'lardi. Ana gruppaga qo'shib qo'yganmiz. O'quvchi ko'rdimi darsni, ko'rmadimi, uyga vazifani qabul qildimi, qabul qilmadimi, shu narsani bilmasdik. Demak, shunda platforma qanaqa muammolarni yechishga yordam berdi? Xo'p, birinchisi xavfsizlik. Albatta, hozir ko'p tarqalyapti. Telegram kanalda kurslarni chiqarib qo'yishyapti, tarqab ketyapti. Exot platformasi yaxshi tomoni bu tarqalishga oldin oladi va kimdir ko'chirib oladigan bo'lsa, bizga uni ma'lumotini beradi. Ikkinchisi qulaylik. Nima qulayligi? Biz kuratorlarimiz bemalol kuzatib tura oladi. O'quvchi qanaqa etapga keldi, darslarni qildimi, qilmadimi, shuni ko'rib tura olamiz. Bu bizni, ya'ni o'sha yaxshiroq natija olishimizga yordam beradi. Va oxirgi savol, Exot platformasida ishlash bo'yicha 0 dan 10 gacha baholang. Hozircha biz 8 baholaymiz. Xudo xolasa sizlardan yanada yaxshi produkt ustida ishlashinglarni, bizga hozir ko'rsatayotgan servislarni rozimiz. Yanada kuchaytirishinglarni xohlaymiz. O'shanga 8 qo'yamiz. Agar siz ham o'z kurslaringizni platforma orqali yuritish haqida bilmoqchi bo'lsangiz, ariza qoldiring.